Haqiqiysini hech narsa bilan aralashtirib yubora olmaysiz. Yalpizning yangiligi, limonning sharbatliligi, laymning yorqinligi. Limon Fresh 100% tabiiy. Tatib ko'r. Ikki karra pul, sabr toqat, nafs va irodani sinaydigan loyiha. Kuchlilar saralandi. Endi 6 nafar ishtirokchi yo'lni davom ettiradi. Oldinda esa qiyin bosqich. Bu bosqichga esa hamma ham bardosh bera olmasligi mumkin. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Finalgacha sanoqli shartlar qoldi. Orangizdan kim yutqazishdan qo'rqishni boshladi? Yo, endi qo'rquv yo'q. Bunaqa so'z bilmaymiz. Sizlar qo'rqyapsizlar shekilli. Qo'rqish yo'qmi? Qanaqadir xomush bo'lib turibsizlar-da. Zo'r hammasi. Charchadinglarmi? Ya, nima? Pulni ko'paytirib charchagan bo'lsanglar kerak. Qatga ishlatishni bilmaymiz. Kim uzoqqa yetdim deb hisoblaydi o'zi? Bizda bo'lsa kerak, chunki juda ham oson bo'ldi. Oxirgisi ham bizga. Menimcha hozir yana bitta narsani sotasiz, borib o'sha odamga Yo'q, kelishib odamlar oldinglar. emas, boshqalarga sotasiz. Sizga sotishim ham mumkin aka. Yo'q, menga qani sotib ko'ringchi. Master klassingizda menga. Yo, master klass emas, boshqa narsalar sotamiz aka. Asqar aka, Biz birinchi turda qandoq bo'lsa, kayfiyatimiz hozir ham xuddi shunday. bu loyihani eng foydali tomoni nima bo'ldi? Loyihani eng foydali tarafi o'zimiz bilmagan narsalarni olyapmiz. Mana har kimdan ko'rib, eshitib, odamlar ham bilmagan narsani biz beryapmiz deb o'ylayman. Manfaatli bizneslar qilish tarafdoriman. Faqat maqsadimiz pul topish emas. Oxun, shu loyiha mana shu bosqichda siz uchun yakunlansa, natijangiz bilan faxrlanasizmi? Faxrlanmayman. Men chunki birinchi o'ringa loyiq ishtirokchiman. Boshidan beri. Juftligingiz sizga qarab faxrlanib turibdi. Chunki men bunga va'da berganman-da. Men shu ko'rsatuvda yutaman deganman. Yutmasangiz nima bo'lardi? Shu paytgacha va'dani bajarganman, bundan keyin ham bajaraman, yutaman. Ishonaveringlar. Men fakti bilan keltirib berdim shu paytgacha, bundan keyin fakti bilan har sonda mehnat qilib, halol mehnat qilib, hech kimni aldamay, detaligacha ko'rsatib beraman qilgan ishimni, yutaman. Omad tilayman sizga. Sog' bo'ling. Aynan bugun eng qiyin bosqich boshlanmoqda. Har bir operatsiyaga ochiq va real vaqtda qayd qiluvchi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan Anorbank biznes kartalaringizga 5 million so'm tushirildi. Sizning vazifangiz bu pulni 10 million so'mga ko'paytirish. Buning uchun sizlarga 8 kun vaqt beraman. Esda tuting, bu loyihada chiqib ketuvchilar soni aniq belgilanmagan. Kimki 2 baravar qila olmasa, ketadi. Bir jamoa, 2 jamoa, balki hamma ketadi. Qoidalar o'sha. Hech qanday shaxsiy pul, hech qanday qarz mablag'lariga yo'l qo'yilmaydi. Hammasi qat'iyan qonun doirasida bo'lishi shart. 5 million so'm bu jiddiy qiymat. Bu sinovdan keyin hal qiluvchi bosqichga faqat kuchlilar yetadi. Sizning 192 soatingiz hozirdan boshlandi. Hammaga omad. Barchasi tobora qiyinlashyapti. Lekin ishtirokchilar o'ziga ishongan, balki o'zlarini shunday tutishyapti. 10 million pulni halol va qonuniy ishlab topish uchun g'oyalar yetarlimi? O'tgan bosqichlarda zo'rg'a pul ishlab topganlar bu safar bardosh bera oladimi? Ana endi barchasi jiddiy. Gap 5 millionni 10 million qilishda ketyapti.
Bu sonda kuzatuvchilar ham o'zlari uchun g'oyalar va ilhom olishlari mumkin. Kuzatamiz. Karina va professorda g'oyalar tanqisligi boshlandimi? Ular uchun aktual bo'lmagan narsalar endi qiziq bo'lib qoldi. Qiziq, 10 million topish uchun nechta shokoladli qulupnay sotish kerak? 6-shartda biz клубника в шоколаде qilamiz. Ну, мы теперь знаем, какой шоколад, где коробки брать. То есть все знаем. Если вдруг будут заказы клубника и финики, мы можем сделать еще и так. Вот я сейчас думаю, единственное, что мне в голову пришло, это клубника в шоколаде. Нет, мне Почему кажется, нет? клубника и шоколад уже все делают. Неинтересно. Но с клубникой намного должно быть легче. Вот, тем более у нас рука набитая. И мы думаем, что проблем с этим не будет, потому что с орешками мы очень сильно заморочились. Ну окей, я сейчас У нас пытаюсь понять, у нас сколько салфеток нет. Как мы стоит себестоимость одной клубники, Любовь. Ну, давай считать. 250 плюс 244. Да? 244 шоколад у нас стоит. Учитывая еще всякие есть доставки, мы постоянно с тобой заказываем. 250 тысяч разделить на сколько сказал? 88 там штук? Да. 88 примерно. 2840 за одну клубнику. Это без шоколада, без учета доставки, без нашей работы. А теперь шоколад сосчитай. А, еще упаковки тоже есть у нас, если вы Хорошо. это. Одна упаковка где-то, сейчас как он мне говорил, 5000 стоит одна упаковка. Еще пергамент есть, еще есть капсулы, которые мы добавляем. Еще орешки тоже в эту стоимость входят. А ты же Еще сказал, и что работа орешки в наша. подарок. Ну, хорошо, в подарок. Это мы говорим в подарок. Но мы Ты же... можешь Да, так и делаем, значит, так и делаем. Бизнес мужевый. Ё-моё. Oxun Shahnozasiz ishlay olmasligini, Shahnoza uning uchun ilhom manbai ekanligini tan olib bo'lgan, lekin Shahnozaning o'z ishi bor. Oxun rafiqasining ortidan ishxonasigacha kelibdi. Alo, Alo, Shahnoza, Labay. ishxonangdamisan? Qishdaman, tinchlik. Hozir oldin kiraman. Maslahat qilaman. Bo'pti, tinchlikmidi? Ha. Agar mabodo yo'l-yo'lakay ham vaziyatlar planimiz o'zgarib qolmasa, lekin hozir asosiy plan shim muzqo'sh shim sotmoqchimiz. Shim endi bilmaydi, telefon qilsam u bozordaman, bu yoqdaman demoqchiman. Menimcha hamma bozor aylanib chiqdilar. Hamma narsani narxini biladilar hozirgi kundagi. Shahnozaxon. Qaraysiz. Nima deyapsiz? Maslahat qilish kerak. O'tgan safar nima deb aytdingiz-ku? Qulupnay yaxshi ketadi, pomidor yaxshi ketadi deb aytdingiz. Qulupnay sotaykan. Pomidorchi. Pomidor sotsak ham bo'ladi. Pomidor bilan boziring juplab desam. 45 ming ani rozvoy pomidor bor-ku. Men yaxshi ko'radigan rozvoy pomidor. Tushib qolgan, просто 35 ming bitta narsa hozir- bor, bitta narsa bor. Ho'l narsa. Masalan, Lekin og'ir, ha? Nima qo'l narsa? bir kun joyimiz yo'q. Ha. Uyda borib olsak, bitta lakasiga olib olsak, olib borib o'zimiz kech bo'lib qoladi. O'sha joyda olib borgan joyimiz o'xshamay qolsa, boshqa lakasiga ko'chganimizcha pomidor bordi, ho'l narsa sifatini o'zgartirib qoladi, tushunyapsizmi? O'yladim. Prosta ko'ryapsan, nechta shartdan beri hali u tomonda, hali bu tomonda savdo qilyapmiz. Shunga sifati o'zgarmayotgan nimadir sotishimiz kerak. O'tgan safar oyoq kiyim oldik-ku. Bir, O'sha ekanda Xitoy koftalar bor ekan. Prosta ana dona qolganda. Azmi Xitoy kofta, jins kofta bor, achimaydi, aynimaydi. O'rik sotaylik. O'rik? Ha, 300 ming so'm ekan. 1 million ekan. Bo'lakan gaplarga bor ekan, uni oladigan odam 1000 tadan bitta bo'ladi. Nima deysan, jins kofta bor ekan, 20 mingdan necha pulga olasan koftangni sen? Har 130, 150. 20 mingdan beraman deyapti. 40 ming, 50 ming sotsang tenga Endi qanaqa kofta bo'lsa u ko'rish Xitoy kerak. bari Xitoy koftasi. Birosa dona qolgan xolos. Hozir borib ko'rasizmi, bugun ko'rasizmi? Borib ko'rib olaman. Menga o'sha aytyapti, "Ke ko'r" deb 20 mingdan qilib beraman deyapti. Oyoq kiyimlar sotgan joyida bitta joy ko'rdim.
Odam zo'r. Yo'q, ko'rdingiz, yana Odam zo'r. Bizning narsamiz yo'q ularda. kofta. Balki 100 ta sotamiz bir kunda savdomiz kelib. Nima? Ishonamiz hozir shu koftani. Bitta narsani tushun, ishonish ishonmaslik degan narsa bo'lmaydi biznesda. Biznesda narx birinchi o'rinda. Koftani ham ko'rish kerak. O'sha bu yog'iga havo isib ketyapti. Yupqa kofta deyapti. Oddiy yengil kalta kofta ekan. Necha yoshlarga misol? Sredniy ekan razmeri hammasini. Bo'pti, men bor video qilasizmi misol? Odamlarga Koftani ushlab olingiz, boshqa narsa yo'q. Boshqa narsa bor, boshqa narsa narx qimmat, tushunyapsan? Narx qimmat. Yangi narsaga klient o'rgatishing kerak boshqa sohada. Do'kon yopilgan, sotib yuborish kerak, tugatib yuborishga, pachka qolmagan, dona-donadan qolganda, misol bitta modeldan bitta, ikkita shunaqa qolgan, pulni bo'shatishga 20 mingdan taklif qilib, 2 tagina bor ekan. Bizda klient yo'q-ku, har sonda shartimiz o'zgaradi bizda. Faqat bu yerda narx bilan qiziqtira olasan, xolos odamni. U ehtiyoji bo'lmasa ham oladi, chunki narx arzon. Kofta bo'lishimga qaror qabul qildingiz. Bo'ldi, boshqa variant yo'q, chunki 20 mingdan qilib beraman deyapti. Yosh oila talashib, tortishib bir qarorga kelib olishiga ishonamiz. Abbos va Shoislomga esa bir qarorni ma'qullash uchun vaqt kerak shekilli. Bu safar ular rostmanasiga qiynalayotganga o'xshaydi. Professorlarcha, to'rtta etapdan yana pashto bitta narsani qilyapti-da. 3-mi, 2-etapda Finikov shokoladi sotishdi. Undan keyin Oreshkov shokoladi sotishdi. Hozir endi Klubnikov shokoladi. Hammasini Instagramdan, hammasini o'zining auditoriyasiga sotyapti. Anularcha er xotinlar. Vasheda, po'shga otdi. Assalomu alaykum. Akamiz, Oxun aka. Tartibga sotib, ma'munisi jenskiy deb, ma'munisini transkiy. Sani aytmoqman, nima sotadi? Bo'lmasa biz ham da, bo'lmasa osh sotaylik-da, ertasi kuni misol uchun tam kartoshka palov, chuchvara sotaylik. G'alati-da, to'g'rimi? Yo'q, rostdan qarab, birinchi sendvich o'zimiz tayyorladik, sotdik. Ikkinchidan tayyor osh sotib olib sotdik. Keyin biznes zavtrak qildik. Keyin ofitsiant bo'lib ishladik. Keyin balon sotdik. Hozir boshqa narsa qilamiz. Avvalo tansadan master-klass, boksdan master-klass, finik shokoladi, oreshki, klubnika. Bo'pti, короче, bu etarkan men o'yladim, so'qoq somsa hozir sezon. O'zi variy sotaylik deb otdim, variy bo'lmaydi hozir. So'qoq somsa ketadi. Po'k somsa, so'qoq somsa sezoni как раз hozir. Qayerdan oldiramiz uni? Sotib olamiz, arzonroq joyga kelishtirib, optimga olamiz, tam 400-500 ta olib, ustiga tam 4-5 ming qo'yib, ketdi ko'cha-po'chaga, misol uchun bozor-mozorlarga tarqatamiz, короче. Nima deding? Bo'linishimiz kerak unda, menimcha. Oldingi safar bo'lindik, hech narsa o'xshamadi. Bitta joyda yuraylik, bitta joyda bo'linib yuraylik, misol uchun bitta bozorga ikkalamiz bo'linaylik. Chunki sen o'tda men bu yerda bo'lsang, sen bekorga vaqtingni ketkazasan, tovar olib kelib yurish kerak, u vaqt yo'qotamiz bekorga. Nima deding? Shunaqa bugundan qilamizmi? Mavsumiy sotiladigan mahsulotlarda ham anchagina foyda bor. Somsa qilish g'oyasi chetdan qaraganda ishonarli tuyulyapti. Bu yog'ini ko'ramiz. Akmalga Korzinkada xarid jarayonida g'oya keldi. Qiziq, bu safar ham harbiylar mavzusidami yoki boshqacha? Bir yaxshi ideya keldi-da. Keyingi shartimizga, xudo xolasa. Kela olasizmi Korzinkaga? Men Novza metrosining oldida Korzinkadaman. O yaqin ekansiz. Keling, tez keling, zo'r ideya keldi. U sherigini kutguncha bir narsaga e'tibor berdi. Korzinkada kafolatlangan narxli mahsulotlar ham bor ekan. Agar xaridor sariq rangdagi kafolatlangan narxlardan ham arzonroq mahsulotni boshqa joydan topa olsa, Korzinka xaridor uchun 1 million so'm taqdim etadi. Ha, Korzinka narxiga javob beryapti. Zo'r ideya keldi-da. Nima? Tandir go'sht pishirganman oldin. Bir marta. Shuni sinab ko'ramiz. Pishsa, qarshi davom ettiramiz. Bizga kerak imkonda bu. Bergan puli yetadi 5 million. Shunga bitta idea keladi, bu bosam zo'r. Ayting, sizda bormi? Hamma idea sizniki-ku. Atang meniki emas. Qarshi tandir go'shti pishiramiz, non orasiga qo'yamiz. Qashqadaryocha lavash ili sendvich ili gamburger deb nomlaymiz. Hech qanday hayotda hech kim qilmagandir ekan. Toshkentda hech kim qilmagan, u bizda urfga aylangan u narsa. Bu qanaqa bo'ladi endi? Zo'r bo'ladi. Og'ir narsa. Короче, qo'y go'shti bor, non bor,
ziravor bor. Bitta archa chaqirtasak bo'ldi. Chaqiramiz. Tandir go'sht. Korzinkada go'sht sifatli va halol. Eng muhimi tanlov keng va har bir xaridor o'zi uchun mosini topa oladi. 150 mingdan bo'ladigan bo'lsa, Qo'y go'shtimi? ha. Biz 20 mol go'shti kilo. qilib bo'lmaydi, uni? No, yo'q, mol go'shtdan bo'lmaydi, qo'y go'shtdan bo'ladi faqat. Qattiq mol go'shti. Mana bu yoqda. Mol go'shti emas, qo'y go'shti. Ha, qo'y go'shti olamiz. Bizga qo'y go'shtini son, biqin, qo'l qismidan 25 kilocha kerak. Sizlarda bormi ichkarida? Kattaroq qismi? Bor. Bitta ko'rsak bo'ladimi? Aylantiringda. Shuni ko'rsangda? Ha. Mana bu yoqdan bilinadi. Bosh qo'yligi. Shunga qarab beriladi. Shu? Asos kichkina bo'lishi bas. Taroziga qo'ysak bo'ladimi? 4 kilo 170 aka. 4 kilo bo'lsa, uni ham qo'shing. Отдельный qo'shmaymi? Yo'q, ustiga qo'shavering. Yana bor ha bundan. 6 kilo 360 bor. Chas, bitta aniq olaydi shuni. 155 mingdan, to'g'rimi? 154.990. Dastlabki qilib berish uchun Korzinka Go'dan Korzinka Go ilovasi bor. Oka poy marketasiga jatib olib bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. bo'ldi. Rahmat sizga, biz zakaz qilamiz. Xo'p. Uni bir sutka ichida qilib berishadi. Yo, ertaroq aytish kerak. Yo'q, zakaz berasiz, yarim soat 40 minut Yarim topshirib soatda. berishadi. Bo'ldi. Akmal va Xurshid o'ylab ko'rib Korzinka Go'dan buyurtma berishga kelishishdi. Asqar va Qobil biz katta foyda keltiradigan g'oyalarimizni keyingi shartlarga olib qo'yganmiz deyishgan edi. Ular nimadirlar ustida ishlashyapti. O'zi mana shu tur uchun kiruvdik-da bu o'yinga. To'g'ri, o'ylagandik. Oltinchi shartni biz ko'rsatuv bo'lishidan oldin tayyorlab olgan edik. O'sha 6-shart uchun mana shu dasturga kelgan edikda, chunki ushlab turuvdik-da, bizni kulminatsion o'zimizning g'oyamiz bilan. Birinchi akkumulyator problemasini hal qilaylik, qolgan hal bo'ladi. Akkumulyator bilan motorni hal qilish kerak. Usta tayyor. Shu yerga kelishidan asosiy maqsadimiz o'zimizni biznesimizni, ya'ni targ'ib qilish edi, o'zi asosiy maqsadimiz va o'shanga yetib keldik-ku. Biz nima qilmoqchimiz? 6-etapda Germaniyadan veliklar sotib olamiz. Yo'q, Germaniyadan keltirilgan Germaniyadan keltirilgan veliklarni sotib olamiz. Velosipedlar bor. Bu deyiladi biz o'zimiz. Ya'ni endi ishlatilgan. Nima uchun uni tanlayotganligimiz sabab bor? Bozordagi veliklarni yangi veliklar bilan hisoblaganimizda undan anchagina mustahkamroq va anchagina dizayner ham ancha qulay ekan. O'sha veliklarni sotib olamiz, o'sha velikka biz motor qo'yamiz va akkumulyator qo'yib, u velik emas. Undan keyin nima bo'ladi? Elektrovelik bo'ladi. Plyuski minuski zaryadnik bo'ladi. Akkumulyatorimiz sxemasi mana shu bo'ladi. Zaryadga necha soat zaryadga to'ladi? Hisoblab ko'ring. Maksimum to'lishi где-то 6 soatda to'liq bo'ladi hammasi. 5-6 soatda. 6 soatda. Agar u 0 ga o'tirib qolgan bo'lsa, 0 ga o'tirib qolgan taqdirda 6 soatda tayyor bo'ladi. Qancha masofa yura oladi? Men qattan bilib minib ko'ribman uni. G'oya qanday kelib chiqqan o'zi aslida velosiped masalasi bo'yicha men tejaga mashinada bordimda kutib turibman. Telefon qilyapman, Asqar aka kelyapsizmi desam, yo'q dedimi? Hozir boryapman dedi. Ha bo'ldi dedim. Yana turibman, ha boryapman dedi. Telefon qilsam, hansirab qilib yotibdi. Nima qilyapsiz o'zi desam, velikda kelyapman dedi. Hozir shuni bir tushib turaman kechipadi. Velosipedda kelyapman dedi. Ha shuni o'rniga dedim. Bu mashinada yo'qsa bunaqada samokatda kelsangiz bo'lmaydimi desam, yo'q, meni velosipedim bor dedi. Kelgandan keyin qarab o'tirdik. Keyin shuni bekardan eziyapti, tepayapti. Undan ko'ra shuni elektrik qilsa bo'lmaydimi deb degan fikr o'shida chiqib qoldi. Shu o'tiravergandan foyda yo'q. Buni o'zimizdan ham bir ko'raylik, o'zimiz bozorlarda. Ketdik. Qaysi bozorga boramiz? Bilmayman, ketdik. Elektrovelosipedlar zamonbop va talab bor narsadek tuyulyapti. Umuman olganda to'g'ri harakat qilinsa, yaxshi biznes g'oya.
Assalomu alaykum. Qattiq topib kelyapsiz. Spesialni bekindek hamma yoqdan shu yerdan topib keldinglar bizani. Qarang, bitta savol bor bizda. Boshqa ishtirokchilar bor-ku, bitta направление bo'yicha ketyapti. То есть oyoq kiyim, murskoy oyoq kiyim, женский oyoq kiyim. Ani professorlar tam shirinlik yo'nalishi bo'yicha ketyapti. Bizga boshida aytilgan to'g'rida bitta yo'nalish bo'yicha ketish mumkin emas degan. Biz ham misol uchun shunaqa narsa qilsak bo'ladimi? Hozir nima qilamiz? O'shani o'ylaymiz, agar biz ham shu narsani qilish mumkin bo'lsa, bitta yo'nalishda qaytarish mumkin bo'lsa, har xil narsani qilaveramiz. Atak hozir birinchi kelayotgan narsa endi qaytarilmasligi uchun ideyalarimizni so'qoq somsa zakaz qilib sotmoqchimiz. Hozir как раз sezon. So'qoq somsadan sigara qila olasiz. Endi hozirda ancha ko'p sotishimiz kerak ekan, hisob-kitobimiz bo'yicha salkam 700 ta sotishimiz kerak. Ustiga ozgina foyda qo'ygan holda. Ulgurasizlarmi? 700 tani sotishga. Ko'ramiz endi. Shotni sotmoqchi. Ya, bu yerda hozir o'ylayapmiz, mahalla shotdan, mashtan ideya keladigan birinchi joyimiz shotda. Bizda rang-baranglik bor. Ular bitta yo'lda ketishyapti-da. Misol uchun bir xil bolalar velosipedni o'zligi elektronniy qilib sotishadi. Yo'nalishda hamma emas. Ya, to'g'ri, hamma emas, ikkita uchtasi. Faqat oreshka sotilyapti-yu. Oreshka, klubnika, yo'nalish одинаковый, то есть shirinlik ikkalasi. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Yo, agar mumkin bo'lsa, farqi qilishursin, bizda pretenziyamiz yo'q. Buni studiyada gaplashamiz, kelishdimi? Bo'ldi, buni kelishdik. Obro aka. Sizlarga omad somsa bilan. Olmaysizmi? Assalomu alaykum. Yo'q, yo'q. Ozgina balon sota olmadim sizga, somsa sotib qaytaman. Sig'ida Da, конечно. Hozir как раз obed payti sotamiz. Rahmat obro aka. Somsani gaplashni 7,5 mingdan qilib beraman deyapti. 300 ta olamiz boshiga. 300 tani olib turib, 15 mingdan sotsa 7,5 ming foyda qilyapti. 100 ta sotsa 750 ming, 650 tasini sotsa-chi. 700 ta sotishimiz kerak. 650 tasi ham bo'lmayapti. Undan 700 ta. 700 ta sotsak biz chiqyapti-da. Bo'pti, короче, давай упор beramiz somsaga. Agar o'xshamay qolsa, srok oxirida yetib qolsa, 4 kun 5 kun vaqtimiz bor-ku. 2-3 kun sotamiz, sotilishiga qarab, agar o'xshamay qolsa, taksini ertalabdan kechgacha bosaman. Men aytib bugun somsa. Aytib Bo'ldi. Ikkilanib, o'ylanib qaror qabul qilindi. Ko'k somsa sotiladi. Ba'zilar o'ylaguncha professor va Karina allaqachon shokoladli qulupnay tayyorlashga kirishishgan. Bitta narsani biza uchyotga olmadik, klubnika tez yomon bo'lishini boshlab berdilar. O'xshamaydim, xo'p dedim. Endi bo'lmasam, o'xshamasa ham qilaylik oxirigacha deb, shunday yetib keldik. Агунша, что там? Я нашла, вспомнила, что у нас есть малина сублимированная. Ты взял? Да, взял. Ты, оказывается, оплатила уже. Ну все, супер. Представляешь? Они мне позвонили, говорят, если вы не заберете в течение 4 дней, то ваш товар отправят на склад. Ой, вкусненький. Он свежевыжатый. Ну вот это вот колхоз, дорогая, это колхоз. Это не колхоз, это очень красиво. Я же видела, что делают с малинкой. Кто делает маленькой? Много кто делает, это и вкусно. Но мы же немного кто, Любовь, если бы мы были Ну, много мы кто. несколько штучек, мы не будем все делать. Это не колхоз, так не говори. Пожалуйста. Tan olish kerak. Ular tayyorlagan narsalar doim mazali va chiroyli ko'rinadi. Ular bu qo'l mehnatlarini qanchaga baholashar ekan? Kun o'tmoqda. Oxun o'z mahsulotlarini odatiga muvofiq peshtaxtaga yoydi. Biz Oxunning yaxshi savdogar ekanligiga ishonamiz, lekin bu safar u ayollar kiyimini sotish kerak. O'tgan safar ham fashni o'zini tashlab qo'ydi. Bu safar qarashib olgin, ko'proq jenski kofta sotyapmiz, qiynalyapman-da, jenski ayol kishilar kelyapti. Sen bo'lsang, bari tushunasan.
Tezla kelib qoldingmi? Tezla. Endi bizda har bosqichda fikrni bilib beradilar. Endi o'tgan safar oyoq kiyim sotganmiz. Oyoq kiyimda yaxshi daromad qolar ekan. Kofta sotamiz dedilar, ayollar uchun, qizlar uchun. O'shanda ham men o'yladim, bularga aytdim. Ayol kishilar ko'chadan kiyim olish noqulay. Sen ilib turasan. Men ilishni bilmayapman, cho'l ilolmayapman, lekin sotyapman shunda. Men senga ochib berib turaman, mana o'sha vishelkani. Buni ular o'zi porядка qilib beraymi? Qanaqaligini zo'r bilmayapman, baribir sen ayol kishisan, bilasan. Ha, siz mendan ham yaxshi bilasiz. 75 mi? Kami yo'q. Yaxshi sotdim ertalar. Abetdan keyin odam ko'payapti. 20 mingdan qilib berdi, ofsi. 45 ming, 40 ming sotyapman. Shuncha sotdim. Yaxshi bo'larkan. Ha? Odamlar o'tib qaytarkan, abetdan. Cho'lga o'xshagan joyi. Cho'lga o'xshaydimi? Boshqami savdo bo'lsa bo'ldi. Nima farqi bor Shahnoza? Kelinglar. Xolajon ko'ring, arzon qilib beryapmiz. Xurshid va Akmal esa o'sha mashhur Qashqadaryo tandir go'shtini tayyorlashga kirishgan. Amallab tandir topib, o'tinlarni yoqib, go'shtni dudlashdi. Yo'q, buni olgin deb qo'yadi-da. Men hayronman. Nimaga buni qo'yman, hali tushunmayapman nima qilayotganimni. Akasi bilsam, polni qo'y ilgandan keyin ustiga yopib, loylab chiqargan-da. Tutun chiqib ketmasligi yoki issiqlik chiqib ketmasligi uchun. Magani sabab bor ekanda. Biz sigiram sog'ib ketaveramiz. Kiram yo'q ketaveramiz deydi-ki. Shunga o'xshab siz akkuratni ishlarni qilsangiz bo'ldi. Ko'rsatmoqchi bo'lganim, hamma teshigingizni tiqtishyapti, archalarni. Ayni tan berish kerak-da har bir burchagiga. Sizga o'sha archa tushmagan taraf tushib qolsa og'zingizga, siz aytasiz-ki, tandir o'xshamabdi deb. Archa tufayli tan beradimi endi? Ha. Akbar 24 kilomi? Ha, 24 kilo dumani olib tashlaganda 21 necha yuz qoldi-da. Kamga o'xshirkan, lekin bilmay barakasini bersin avvalambor. Qo'yam, kichkinagina qo'ying. Bu yerda mana qanaqa narsa-da, hozir bu yerda ko'plar o'ylashi mumkin, bu tandirchini avlodidan deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Bu hayotda tandir qilmagan, biz ko'rgan. Bu tavakkal, risk qildilar. Yomon risk qildik. Qanday ekan bir to'g'ri go'sht bor? 24 ga o'xshatmadim. 21 kilo 300 ming shunaqa. Dummasini olib tashladik, dummayin deydi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Go'sht qalay ekan? Yumshoqmi? O'lganmi? Archalarni oldingizmi? Endi to'g'ri pishirish kerak. Tandir go'shtni to'g'ri pishirish esa juda qiyin. Katta bir velik kerak edi. Necha yoshga? Shu o'zimiz qatoriga-da, standart. Nima afzalligi bor buni? Ha. Bu temirrami? Xo'p. Men bu tushganiga amortizator bor edi. Ha, pedallar. Nechta skorost bor? 20 skorost hisoblanadi. Samolyot. Oldida 3 ta, orqada 7 ta hisoblanadi-da. Ha. Aka, Mana buni. Xitoy a? Hammasi Xitoy ekan. Germaniya kerak. Germaniya yo'q, Germaniya. Yo, mustahkamroq deb Ma'mur ko'rasiz, mustahkam. Choy garantiya berasizlar? Aka 6 mexanizm bo'yicha garantiya beradi. Mexanizm bo'yicha. Mexanizm deganda hadochaska. Bu narsani ko'proq qilib, ommaga chiqarmoqchimiz. 2 dona, 3 dona, 5 dona bilan emas, 50 ta, 100 ta qilib sotmoqchimiz shu narsani. Shu ko'rsatuv orqali balkim bizning ishimiz kuchayib ketar. Balki shu ko'rsatuv orqali biz ham o'z tadbirkorlik yo'limizni topib ketarmiz. O'sha ko'rsatuvdan nima olding desa, o'sha biz qilmoqchi bo'lgan ishni pog'onasini olgan bo'lardik. Velosipedda germanskiy velosipedni olib, akkumulyator, batareykalar qo'yib, elektriskiy qilib sotmoqchimiz. Elektrovelik qilmoqchimiz. Agar biz qilib olib kelsak, shu yerda sotasizmi? Yo'q, qanday bo'ladi sotuv elektrovelik? Hozir bunga elektron velosipedga talab yo'q hozir. Yo'q, o'zi odamlarda o'zi talab kundan kunga bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz? Bo'ladi, ha? Bo'ladi, bo'ladi.
probkalar ko'payyapti. Ha, Ko'pchilik misol ha, uchun ha. velik o'tib oladi-da. Shunaqa. Chet elda o'zi bor-ku, men Xitoyga borganimda ham ko'p odamlar mana shu to'lqin bo'lib ketaveradi, velikda ketadi-da, velik. Menimcha sekin-sekin boryapmiz. Buni shunaqa qilmoqchimiz hozir. Elektrovelik qilib sotuvni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bo'ladi, yaxshi fikr lekin aka. Unda bunday qilamiz aka. Biz sizga elektrovelikni olib kelamiz, qo'yamiz. Siz shuni sotasiz. Kelishdingmi? Qanaqadir kelgan odamga plakat qilib bersangiz, nima deb o'ylaysiz? Bo'ldi, odamlarni aka, xo'jayinlar bilan maslahatlashgan holda gaplashamiz, bilasan. Aka, yo'q o'tgan narsa. Shunga aka. Zavodskoy bilaman, narxlarini ko'rdim, juda qimmat aka. Qimmat, o'ta darajada. Zavodskoydan emas, anchagina arzonroq qilmoqchimiz. Ikkita variant tayyorlash kerak. 2 xil variant. Может, дамская, тут мужская. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Variant kelasizlar. Mana o'sha xo'jayinlarga shunday ro'para qilasizlar. O'zinglar gaplashasiz qilasizlarni. Yo, misol uchun unaqa shotdan shotga bo'ladi. Terak va kalibom terminal bo'ladi-ku narsa. To'g'ri. Ha, terminal bo'lsa misol uchun juda yaxshi. Sura shotga qizaveradi. Ana hali yo'q mahsulotga Asqar va Qobil kelishuv qilishdi. Ular hali ehtiyot qismlarini ham olishgani yo'q. Elektrovelosipedni yasash oson ish bo'lmasa kerak axir. Shoislom va Abbosning ko'ksomsalari sotuvga chiqdi. Ularga peshtaxta vazifasini Shoislomning mashinasi bajarib bermoqda. Как раз hozir sezoni, kun yaxshiroq bo'lgani uchun soqoq somsa sotdik, chunki o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman, o'zim yegim keldi. Qaradik-da, что kam joyda sotilyapti. Biz ozgina ustiga qo'ysak, unaqa katta pagoda qilib bermaydi deb o'yladik sotuvchilar uchun. Uchta bering. Nechta bo'ladi ustasi? 26 39 ming. Ha, 39 ming. Men chalg'itasan, matematikmanu. Oxirgi pulini olib bering. Zato ishoning maza qilyapsiz. Zo'r, свежий, hozir keldi. Soqolni o'zidan olib keldik, erinmab. Men pul san turadi. Sog' bo'ling, charchamang. Здравствуйте, это Samsung продаем. Будете? Да. Очень свежий. По 13 тысяч. Sen ana qilman, dastavkadan chiqarib yuboryapsiz. Davay, soqol somsa keldi, davay deb baqirib. Sinovga nima, qo'qon soqoq. Здрасте. Samsung будете? Samsung. Горячую, свежую. Здрасте. Samsung будете? Qizlar, somsa olasizlarmi? Juda ham mazali, yeb ko'ringlar. Somsalar bor, somsalar. Shoyi jurnal beraymi, og'ayni jurnal o'qib. Hozir zakaz bilan chiqarib yuboraman. Muhimi odamlar olishyapti. Hozir mavsum va ko'ksomsaning bozori chaqqon. Foyda ham yaxshi qoladi. Kimdir ko'ksomsa sotsa, kimdir shokoladli qulupnay. Menimcha professor va Karinaning qulupnaylari qimmat bo'lsa kerak. Надо найти, знаешь, каких людей? Вот парочек надо найти. Да, что впихнули. Не хотите? Идем. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Здравствуйте. Не хотите купить клубнику в шоколаде? Жалко прям. Жмот. Жмот? Идет с девушкой? Ну ладно, не гречи, брат, не гречи. Идет Я с тебя прошу, не гречи. Идет с девушкой? Я ему в лицо пойду. Хочешь, я тебе куплю? Вот ты бы так сделал, Любовь, ты понимаешь? Я купил бы? Да, Что ты бы купил так сделала. Дальше. Да, хочешь, я тебе куплю? Парочек-то. Идем. Давай не будем присылать Они ко не всем хотят, парочкам. они не хотят, видишь? Здравствуйте. Не хотите клубнику в шоколаде купить у нас? Приобрести? Да. 350. Да. Ну вы посмотрите хотя бы. Но через месяц, сейчас. да. А сейчас они огромные. Вы посмотрите. Ну, посмотрели бы. Еще вторые жмот. Ну ладно, давай, пойдем еще. Здравствуйте. Не хотите приобрести у нас клубнику в шоколаде? Это домашнее производство, мы делаем его сами. Ну, если честно, платно, да, но мы Клубника участвуем. шоколадом совсем не дешевая штука. Да. За qiynalayotgan narsani bariga ham menimcha sizlar mukammal ko'ra olmaysizlar. Lekin aytamanki, bironta oson ish shunday qarasak yo'q.
Nimaki hamma ishni o'zini qiyinchiligi bo'ladi. Знаешь, zarra so'rishi. Как? Крик на один раз клубнику в шоколаде. Можно, пожалуйста? Пожалуйста, быстрее. Купите! Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А не желаете приобрести клубнику в шоколаде? Ладно. Ну, к сожалению, бесплатно только сыр в мышеловке. Но здесь именно сделано нами самими. Шоколад бельгийский. Клубники у нас большие, да? И плюс в придачу у нас здесь орешки с сгущенкой. Тоже попробуйте, отвечаю, будет прям... Ну, вам понравится. 350 тысяч коробка. Вы можете попробовать. Hozircha odamlar olmayapti. Endi bunday qimmat narsalarni ko'cha-ko'yda yurib duch kelgan odamlarga sotish qiyinroq bo'lsa kerak-da. Ular qanaqadir chora topishmasa bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'ladi va partneringiz oldingizda bo'lsa, обязательно bir-biriga ishonish kerak. Ну, чуть-чуть. Всего лишь 3 коробки, Любовь, 3 коробки. В крайнем случае, онлайн продадим. А сейчас мы просто для разнообразия выходим в публику, Любовь, понимаешь? Да, у нас Просто везде выходим. орешки. Тепличный дом, мы постоянно находимся. Постоянно дома. Говорят же, богатые люди меняются. Ты в лице Сразу, да? поменялась за один раз. Да, за секунду ли? Сразу. Shahnoza bu safar ancha sotish tajribalar o'sgan. Keling. Keling. Kelingmi? Keling. Ozgina qilmay tutib turaman. Charchab ketdim, qorayib ketdim. Och, o'zing qil. Kelyapman, ko'ring, ular arzon qilib beryapmiz. Xitoyda bitta shopkani qo'lingiz bilan 40 mingdan beryapmiz. Hammasi Xitoyda. Koftichkalar, jiyaningizmi, qizingizmi, o'zingizmi farqi yo'q. Materialiga pul bering, qarang, sifatini qarang. Juda ham shirin narsalar. Ko'ring, nechta soat boshlaydi tarafdan beri. Bitta olib keting. Chiroyli rang ekan-a? Oson emas-da mana shunaqa pul topish. Nima demoqchisiz? Qadrimga yet demoqchiman, qadrimni bil demoqchiman. O'zim nechta sotdim sensiz. Sen kelin savdo ham bo'lmay qoldi. Ketaymi? Och, bitta yerda qolmas, yerda xunuk turibdi-da, men ilishga uspet qila olmayapman. Hammasini och. Och, bitta turibdi, pastda xunuk turibdi. Bo'lmasa tepaga qo'yamiz. Och deganda, och, katta gapirganda xo'p degan. Uydagilarga Aka keling, kofta olib keting, olmasangiz o'tmaysiz. Aka uydagilarga. Aka keling, kofta olib keting. Koftalarim qarang. Qahmindan qo'y. Sifatini ko'ring. Voy, bitta gapir bo'ldi. Aka keling, koftalarni ko'rib keting. Assalomu alaykum, aka koftalar oling. Keling, aka uydagilarga kofta arzon beramiz. Boshida semichka sotgan bo'lsak, undagi Shahnoza bilan hozirgi Shahnozani ancha farqi bor. Ancha shu savdo sohasida ham ancha tajribaga ega bo'lib, mana yetuk savdogar bo'lib ketdilar. Bu shunchalik gapiryaptiki, men ham olgim kelyapti. Alizada. Yo'q, qara, 50 ming deymiz. 45 deymiz. 40 ham beraveramiz, birinchi 50 mingdan keyin. Opa keling. 60 minglikmi? 60 ming olamiz. Kel aka. Kel aka, ko'ring razmerlarni. Keling, opa. Qanaqa? Zo'r koftalar bor, taxminan beraman. Material sotib. Ko'ring aka, material arzon qilib. Sifatini ko'ring. Mana. Uchoq arzon qilib beryapti. Xitoydagi baribir. Bu olmasangiz uchoq qo'ying. Materiali tiniq. Mana bunaqalari bor. Ashe tiniq koftalar. Mana. 50 ming, 45 mingdan beraman. 45 mingdan beraman. Bitta olib keting. Ha, mana. Qari ertalab salqinroq-u, 40 mingga nima beryapti? Tabiiy ololmaysiz. Mana, qara uchoq ko'ring, 40 Xitoydagi. Nevaralar bor biratda. Chiroyli mana, har qanaqalari bor. Mana o'zi ichida. 40 ming. O'zi ham kiyib yuribdi. Olib keting. Nega 40 mingdan qilyapti? Ikkita joy. Mana akam 3 ta oldi mana. Bir xil aka, tanlab aka, nevara qiz jiyanlar bo'lsa, olib keting, arzon qilib beradi. Ha, Oxunning sotuv ishlariga iste'dodi borligiga ishondik. U necha safardan beri Shahnoza bilan aytilgan pulni vaqtida, aksar holatda sotuvdan ishlab topib kelyapti. Bu safar ham shunday bo'ladimi yoki yo'q, kuzatamiz.
Tuzuymisiz? Bo'ladi. Ana. Limuzinlar keldi. O, asal to'ylar. Usta ham cho'zdi. Ya mayli, cho'zgan bo'lsa ham zo'r narsa. Kalitlari ham zo'r bo'lgan. Bir kun Namanganda hamma yoqda zakaz qildik telefonda. Olib kelib berishdi bizga. Velosipedlarni sotib oldik, olib kelib berishdi. Bu yoqqa kelgandan keyin akkumulyatorni terishga 2 soatdan oshiqroq vaqt ketdi har bittasiga. Eng birinchi mijoz o'zimiz bo'ldik, o'zimiz haydab ko'rib, qarab, nima qildi uchib yurdik. O'zimiz to'ymayamiz, qanaqa yumshoq. Shuni aytmoqchimanki, shu velosipedni birinchi haydaganimda men yiqildim. O'zim birinchi yiqildim. Qurbonlik shu bo'ldi faqat. Qurbonlik shu bo'ldi. Endi boshqa bo'lmasin degan umiddaman. Rasmlab qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz orqamizdan kuzatib yuribsiz. Qarash. Rasmga tushmoqchi edik. Rasmga tushmoqchi edik. Men bilan? Yo'q, velosipedlar bilan olib qo'y. Tomon turmayapsizmi? Mana. Selfie qiling aka, bitta selfie. O. Chiqarimlayapsiz. Bo'ldi. Bu nima bu? Biznes rejami? Aka, xullas nima o'ylab topdinglar Bu bo'lsa? oldin velik edi. Hozir esa bugungi kunda esa elektrovelik bo'ldi. O'zinglar qildinglarmi shunda? Ha. Tushunmadim. Proyektini o'zinglar qildingiz. Hammasini o'zinglar uladingiz. Shunday qildik. Endi nima qilmoqchisizlar? Endi sotmoqchimiz. Kimga? Klientga? Okey, nima uchun bu? Tushunmadim, endi ko'chaga chiqib sotasizlar. Internetga qo'yganmiz aka. Bilasizmi nima? Bu nima uchun afzal? O'ylab qarasak, bugungi kunda hozir tirbandliklar ko'p ko'chada. Probka, o'zingizdan probkada kelyapsizmi hozir? Shunaqa. Ko'plar endi menimcha rivojlangan davlatlarda odamlar o'zi velik ko'chib ketganda, birinchidan sog'lom, ikkinchidan probkadan tezroq chiqib ketish uchun. Bitta sinab ko'ring, keyin gaplashamiz. Ha, bitta haydab ko'ring. Haydab ko'ring. Hayda olasizmi? Haydab ko'ring. O'zi haydagansiz. Bo'lganmi o'zi? Baquvvat bu. Taltni buraysiz, mashinaga bo'lgansiz-ku. Aha. Уже? Hop. Keyin bo'ldi уже. Keyin mana. Короче, gaz bosasizda mana. Aha. Mana aylanib olib ketdi. Ha, bo'ldi. Ham tormozi ham bor. Bu tomon. Tormozni ataydi. Nima uchun tormozni oldiga yiqilsangiz borki, velik ehtiyot qilib yiqilasiz aka. Qara. Sababi bor. Tormozni oldiga qilganimiz sababi aka, tezlik boradi-yu, tez ketayotganingizda agar oldi tormozni bosib qo'yadigan bo'lsak, velosiped qatib qoladi. Odam yiqilib tushishi mumkin. Bo'ldi, Shuning uchun orqasini qilganmiz-da. Orqa tormozni ishlatamiz. Ketdi. Sekin aytib o'tiraman hozir. Yiqilib ketay dedim-a? Yiqilsangiz o'zingiz yiqiling, velikni ehtiyot qiling. Xo'p. Qalay Bobur aka? Yaxshimi? Bunisi yaxshiroq, men вообще liqillayapti-da. Undan qiynalasiz dedim-ku. Ha? Qiynalasiz dedim-ku. Muhimi bu velosipedlar o'z xaridorini topsin. Aks holda Asqar va Qobulning o'zlari ko'chalarda haydab yurishiga to'g'ri keladi. Endi necha pul sarfladinglar bunga? Xullas hozir 3 ta tayyorladik aka. 3 ta tayyorlashimizga 4.800.000 pul ketdi. Necha puldan sotmoqchisizlar? Maqsad buni 4 million so'm qo'ydik. Hozir reklamaga qo'ydik. Endi unda ham reklamada aytib o'tdik. Bu boshlanishdan kelishamiz dedik. Endi o'zbekchilik kelsang gaplashamiz. Instagramga qo'ydik. Keyin ba'zi bir saytlar bor, shunaqalar. Kimdir qo'ng'iroq qildimi? Ha, hozir qo'ng'iroq bo'lyapti. Qo'ng'iroq bo'pti. Ja sotilmasa aytarsizlar. Ha, siz xaridor. Hali aytib bo'ldi, omad sizga, sog' bo'linglar. Xudo xolasa sotiladi. Omadinglarni bersin. Zo'r. Oling bittasini olib ketding. Oldin sotinglar, qolsa olaman. Yo'q, qolmaydi unda. Qolsa olaman. Aka, qolmaydi. O'tirib chaqirasan. Yotib chaqirmayki.
Yerda ekmakda urgin. Olib keting. Birorta ayol yo'q, o'rta. Ben sen kelding nimaga? Birorta Nima qilay ketaymi? Ketaymi? hali qizlar opolar qani? Qanaqa? Qizlar opolar bu yerda to'xtagan yo'q edi. Sizga qiz qaraydimi? Koftangizga qaragan bo'lish mumkin. Sen qaradingmi zato? Adashib bilmasdan. Umarda aytish qilib chiroyli qildi. Xuddi nimadir deymami sizga? Olmaqanta to'palan qo'yarding. Bir marta endi dedim-da. O'zingdan ketmang. Ko'rmasdan turib gapirmang. Hozir sen chekkada o'tiribsan, qiz kelsa savdo qilsam ko'rasan. Arzon qilib yuboraman. Tekin bering menga siz. Tekin bersam nomerini ham berib ketadi. Hammasini berib yuboring. Nomerni o'zim ham beraman sizga. Akmal va Xurshidning go'shtlari tandirga kirdi. Akmalning o'zi Qashqadaryolik bo'lgani uchun tandir kabob tayyorlash sirlarini yaxshi bilsa kerak. Tandirni ko'rmaganman, pishirganini. Men faqat videoda ko'rganman, yer qaziyordida o'sha yerga ilib qo'yishardi-da. Tandirga endi nimadirlar qo'yib loylasi o'tdi, suv to'ldiryapti, loyih qo'yapti. Nima qilyapti bu bekorchi? O'zini o'zi zerikkandan shuna qilyaptimi deyman. Bitta uxlab tushimga kirmaganda tandir qilaman. Tandir qilaman deb o'ylamaganman. Hayotda tandir qilaman deb o'ylamaganman. Toshkentlik. Bu yoq Toshkentlikda. O'zim hozirgacha bilmadingiz nima qilayotganingizni. Men faqat bajaryapman bo'ldi-da. Yo'q, bitirlab qolmaganimizcha bilmadingiz mas'uliyatini boshqa. Yo'q. O'zi qayerdan o'rgangansiz, Akmal akammi? Buni Qashqadaryoda Xudo rahmatli bog'im unaqa non pishiradigan tandir bor-ku. O'shanda pishirib beradilar. Buning uchun 1-2 kun oldin polni shuvatardilar bizga. Esimda qolib ketgan. Mashina qilib tandirda bam pastani polni shuvab chiqardik sariq turpoqda. Shuvasanglar tandir go'sht qilib beraman dedilar. Pechni unaqa qiynalmasdi. Shunday setkasi bor edi. Setkasiga shunday teradilar, qop-qog'ini shunday qo'yib atrofini bitta shuvab qo'yib qo'yardilar. Shunaqa zo'r chiqardi. Keyin dadam ham bayramlarda qilib beradilar. Bu menga hech kim qo'limdan ushlab, mana tandir go'shtini o'rganib o'rgatmagan. Men realni men buni birinchi marta qilishim. Ana tandirni solishadi-ku Instagramlarda. Xudo yoqib qo'yadi, ustini yoqib qo'yadi-da, bir soatdan keyin qarasa, qop-qora kuyib ketgan bo'ladi. Nasib bo'lsa, vaqtiga qarab ochamiz, xudo xolasa. Eng qiyini bo'ldi lekin bor. Bundan ko'ra ko'chada borib, ana g'ilminni sotgan yaxshi edi, to'g'risida. G'ilminni sotdingiz-ku birinchi. Degustatorlik qolsin, nima qilamiz? Qadar qarang, men eshiting, gapiryapti ichida. Gapiryaptimi? Nima deyapti? Qutqarib deyaptimi, nima deyapti? Qo'ydan nima ayb deyapti. Yana bittalar qiling Xurshid. Juda oson kechadi deb o'yladim. To'g'risi, bu shartda men uchun juda og'ir keldi, chunki qora mehnatga uncha yo'qman, to'g'risini tan olsam. Odamlar bilan gaplashib, ular bilan oldi-sotdi qilsam menga yengilroq bo'ladi deb o'yladim. Har safar menga yengilroq bo'ladi deb o'ylardim. Loyiq qilyapti, nimaga loyiq qilyapti deyman. Baba, o'zimga o'zim rahmim keldi. To'g'risini aytsam, vasha rahmim keldi. Qiynaldim men rosa. Vaqt o'tdi. Endi tandirni ochish kerak. Qiziq, ular uddalashdimikan? Ko'rdingizmi hozir videosini? Ko'ring, faqat men ishlaganman. Hech ish qilmay, vahima qilib charchagan odam ko'rganmisiz yoningizda? Tortingiz soling. Kuchingiz ko'pga. Oho, shunday ko'tarasiz bittada. Surmang, ko'taring. Endi Xurshid men ko'tarib turaman. Siz qorayib ketibmi? Qaysi? Qorayib. Endi yo'q taraflarda. Keling, bu yoqdan keling. Olaveraymi? Oling. Ham tushiring. Nimada tushiring? Nima shu? Bitta tushib ketdi-da. Davay. Ikkita tushibdi-da, Xurshid. Bitta emas. Tushibdi.
Kichkina qoldi. Ikkitasi pastda. Men oxiri tandir pishgan payt tushundim, tandir pishgan zonni. Real, qanday bo'ldi? Ya zo'r bo'ldi tandir. Go'shtimiz tushib ketibdi bittasida. Endi zo'r pishibdi zat o'shanisi, pastga tushgan. Hozir bo'ldimi? Panarni yoqingda. Yo, go'sht tarafi bor-ku. Yo, boysa. Ha, sen bosh tarafdan tushib ekanmi? Tandir qimmat ekan deysiz-ku. Ko'rdingizmi? Dunyoning o'tini ketadi. Kunlar o'tmoqda. Ishtirokchilar kerakli pulni topish ilinjida. Kimdir hali sotmadi, kimlardir yaxshigina pul ham ishlab topishga ulgurgan. Oxirgi kun qoldi. Ko'ramiz, tadbirkorlar kerakli mablag'ni topa olishadimi? Наверное, сейчас скажу, по 5 коробок мы точно выбросили. Она вся испортилась, мы уже тоже подустали, но где-то вот в каждой коробочке было по 9 клубничек, и плюс были орешки. 5 орешков был боксик. Там срок клубники, ну, максимум 3 дня, но потом вот чувствуется вот этот вкус кислый. Одна коробка 350 тысяч стоила, но нам надо было бы быстрее уже продать, и мы такие, давай уже отдадим по такой цене, потому что реально, походу, дорого это. То, что мы тоже смотрим на своих конкурентов, и там как бы было по 150 тысяч клубника, была 12 ягод. Нам маленькие, конечно, но не как маленькие, средние были клубнички тоже. Единственное, что надо понять, если стремиться, если желать, если хотеть, то получится любой бизнес. Просто всегда нужно выбирать правильную точку продажи. Если правильную точку продажи не выбрать, то это все, что делается, бесполезно. У всех есть свои клиенты. Ha, har kimning o'z xaridori bor. Ishtirokchilar bu bosqichgacha xaridor topish yo'llarini yaxshi o'zlashtirib olishgan. Bratton. Men 4 ta hozir zakaz keladi, berib yuborasan. Bu rostdan kimniki? Men salonga o'tib turmay, chalib ketdim hozir. Aka, salonga soqol somsa. Keling, olib keldim. Bugun olib keldim. Raysi, Sansobutga. Good morning, good afternoon. Guys. Gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Keling, somsa, ko'k somsa. Kelib qolinglar, olib qo'yaman, soqoq somsalar keldi mana, svejiy soqoq somsalar. Mana shu gapni o'zim yotlab oldim. Hamma 5 ta, 10 ta, 2 ta, 3 ta, 4 talab olishdi. Juda ham ko'p olishdi. Puling tushib qoladi. Ko'p bo'lsa, bunchalik. Puling tushib qoladi-da, mana. Hop, mana chiqarib sotaman. Omad. Biz Murod va Gulhayoni shu paytgacha ko'rmadik. Ular ishni juda kech boshlashgan. O'zi ular qanday ish bilan band? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tomog'ingiz qolmasin. Biz kela sotib oldik. Oldingilar gazlarda ichishganu, o'sha mazasi keladi. Ko'ring, sotib oling, sizlar. 25 mingdan sotib olamiz. Qaysi biri yo'q? Mana ham vapshimdo. Buni marojnisi ham bor deysiz. Akras marojniy o'tirgan ekansiz, nega javob ketadi ta'limga? Ha, tushundik. Murod hozircha bir o'zi sharbat sotyapti. Keyinroq Gulhayo kelib sotuvga yordamlashdi. Yana o'sha gap, sharbat sotadimi, boshqa narsami, muhimi belgilangan vaqtda kerakli pulni topsa bo'lgani. O'zi ishni ochiqrang yoqar ekan-a? O'zi yoshlar kiyinishni biladi. Ochiq rangda chiroyli ko'rinadi odamga. Qoralardan ko'ra-chi, xolos. Bo'ldi. Qaysi o'rab bering? Qaysi yoqdi? Bu kartoshka bo'lmaydi. Ikkita olavering. Bunaqa narx bo'lmaydi boshqa. Sizlar uchun mana bugun aksiya bo'lib ketdi. Ko'zga ko'rinadigan o'zimga yoqgan koftalarni birinchi qatorga qo'yib qo'ygan. Odam e'tiborini tortadigan qilib joylashtirib qo'ydim. O'zimga eng yoqganlarni qo'limga olib chaqirdim. Onalar asosan kelib, dadalari ham ayollari bilan maslahat qilib, ko'zi bilan chamalab olib ketdilar. Chunki narxi juda ham arzon edi. Nech pul bo'ldi hammasi? 5 ta 200 ming. Yaxshi kunlar keldi. Sotuvda eng professional inson Asqar aka deb o'ylayman. Bu Instagramga qo'ydi, bosdi, o'rtoqlari bilan gaplashdi. Instagram profilimga kirsangiz, o'sha yerda biz qo'ygan velikni reklama qilgan. Reklama. Qo'limda turgan bu kalit uynikki emas, mashinaniki emas, mana shunaqa elektrovelik edi.
O'zbekistonda haqiqiy innovatsiya videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Obzori bombasi bo'ladi. Narxini ham oxirida aytib o'taman. Bu elektroveliklarimiz 60 kilometrgacha masofa bosadi, 40 kilometr tezlikda ko'ryapsizlarmi? Oshiqcha fizika harakat qilmaysizlar. Ayni dastlabki xizmatda ishlaydiganlar uchun, yosh kattalar uchun juda ham qulay, hamyonbop narxlarda shunaqa elektroveliklarni olib qo'ydik. Narxini atiga sizlar uchun 4 million so'm chiqazib qo'ydik. Buni ham qimmat desanglar, kelishishi ham iloji bor. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham ishlab turibdi. Buni komplektda o'zini zaryadkalari bilan beramiz. Aka 4 million qo'yilgan. RMga tushing. 4 million qo'yilgan aka. Birinchi qilayotgan narsamiz siz birinchi klientsiz. Aha. 100 ming tushamiz aka. 100 ming siz o'ting. 100 ming bu yoq o'tsin. Ya 100 emas, 50 o'taman, 50 o'taman. Ya 100 ming bular o'tsinlar. 100 ming siz o'ting. 200 ming birinchi klient pochinaga endi. Keling yo'q demang. Ziqnalik qilmang. Yo, men siqmalik qilayotganim yo'q, narxiga to'g'ri kelmay qoladimi aka? 3 million sat. Endi pochinaga keling. Yo'q demang endi. 3 million 800 ming. 3 million 800 mingga barakami? Baraka. Bo'ldi. Baraka. Bo'ldi aka. Kelishdik. Nimanglar bormi? O'tkazib beraman hozir. Mana. O, ana. Aka yoqda? Yoqdi. Yaxshi kuningizda xizmat qiling. Qism. Aka, bitta rasmga tushib olaylik, birinchi ish. Ha, pochinda bu. Birinchi ish, nima deysiz? Mana. Agar kim kerak bo'lsa, albatta direktdan yozsangiz, sizga aloqaga chiqamiz. Mana shu velikdan yana qilmoqchimiz. Asqar va Qobil birinchi velosipedlarni sotishda. Ular yana ikkita sotishsa, kerakli pul chiqadi. Lekin vaqt kam bo'lishiga qaramasdan, bemalol shoshmasdan harakat qilishyapti. Ну, честно говоря, было лучше, когда мы продавали это в Инстаграме, в соцсетях. Намного быстрее продавалось, нежели чем мы вышли и продавали это на улице. Да, ну и потратили свое время к тому же. Ну да, и что? Было бы круче, если бы мы пришли такие веселые и все у нас раскупили за 2 секунды. Для прохождения этапа нам нужно продать 27 коробочек. Сейчас мы продали 20. У нас, к сожалению, не получилось сегодня продать, но мы все усилия сделали для того, чтобы продать это все онлайн. И я уверена, что у нас это получится, потому что в целом мы уже почти вблизи к нашей цели. Вот, и, как всегда, мы сделаем больше. Люди нам не верят, оказывается, что мы зарабатываем с тобой деньги реально на клубнике. Но вообще, согласитесь, это было бы тупо вкладывать свои же деньги. То есть мы бы остались просто сейчас бы без денег. Да? И у нас бы орешки бы так не покупали или еще что-то. Короче, смотри, мы с тобой заработали 8 миллионов на данный момент. Сейчас тебе скажу. Я продал клубнику в шоколаде. Сейчас? Сейчас. Вот смотри. Я вот. сейчас продал клубнику в шоколаде. Покажи, как ты ее продал. А то нам не верят. Секунду. Нам не верят, что? карту. Что? Моя карта. Вот отправили локацию. Уже отправили локацию. Давай, на, записывай. 5614. 56. Любовь, вот я тебе перекину. У нас же в чате есть. 8 миллионов мы заработали вчера на вчерашний день. 8 миллионов 612. И плюс сейчас клубника. 8 миллионов 612. И сейчас, да, 350 тысяч. На данный момент сейчас мы заработали 8 миллионов 962 тысячи. У нас лям остался, ты понимаешь? Миллион 40 у нас осталось заработать. А сейчас то, что я сейчас продал, ты посчитала? Да, это плюс. Professor va Karina har safargidek Instagram auditoriyasidan foydalangan holda reklama qilib sotyapti. Ular ham o'zlariga ishongan. Да. Ko'k somsa. 10 mingdan olib turib 3 ming so'm qo'yib sotamiz. Ko'p pul qo'yayotganimiz yo'q. Dastavkasi bor hali. Ha, nari o'shansin. Nechta berasiz sizga? Uydagilar ham olinglar. Mancha siz yana ko'proq olmoqchisiz. Ya'ni tekinga berishga rozi edik. Ustoz bo'lmaydi-da. Rahmat kattakon shunga ham. Hoş bo'lsin. Rahmat.
Deb qiling. Abbos va Shoislom ham amallashmoqda. 13 mingdan bitta ko'k somsa, agar joyni to'g'ri tanlashsa, 13 ming odamlarga qimmatlik qilmaydi. Oson bo'lmadi. Kamida 7 ta 8 ta joy o'tkazib qildi. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa chiqamiz bu yerdan dedim. Odam charchadi o'g'lim. Aytmang. Hozir qo'ying, unaqa charchadim demang. Xudo xolasa. Flying God. Sekiroy. Charchaganga o'xshamaysiz. Kun kech bo'lishiga qaramasdan Akmal va Xurshid tandir go'shtni sotish uchun ko'chaga chiqqan. Negadir xaridor yo'q. Yo'q dedim, Xurshid aytdi, aka o'zimiz sotaylik, o'zimiz aravachada sotaylik, mashinada sotaylik. Zamonaviy davr hozir, 21-asr. Bu ishlaydi. Men ham buni ishlatib, ham unga ideya berib, ham yangilik berib, men yana hotdog sotib yurmayman. Shu o'g'aynimiz bilan kelishgan holda set qilamiz deb kelishganmiz. Ismlar Sirojiddin. Hotdog qilamizmi, burger qilamizmi? Bu yerda anaqasiga xudo xolasa bunaqasiga qarab ishlayveramiz. Shunda boshqa ovqatlarimiz ham bor. Ben ketayotgan misol bu yangilik bo'lsa, bu aka bilan yangilik qilayotgan bo'lsak, shu milliyga yarashayotgan yangilikda bizda taomlar misol palov bor, narsa. Shunaqa ishlayveramiz. Biz ko'p ekan, brend bor, xudoga shukr. Yangi ochilgan joy, tekin bunday hisoblab ko'rdik keyin u odam ham. Voy baraka topib ko'rdim. 5 million dedim. Biz xarajat qilamiz dedim. 160 ming pul qoldi o'sha kuni. 5 million biz xarajat qilamiz. Qo'ydi shunda olib kelamiz, qo'ysanga padarka. Xohlasang o'zing ye, xohlasang hotdog qilib, xohlasang gamburger qilib sot, o'ziga tashlading. Noningni o'zing tanla, ichiga qo'shadigan masallig'ingni o'zing tanla. Kelganda keyin birgalashib samesni qilib bitta shu narsani yaratamiz. Sani joyingdan chiqyaptimi, dalnish ishlay olmadingni bersin. Hali Toshkentda ko'rmadim tandir go'shidan hotdog ana qilishini. Xudo xolasa birinchi sizda bo'lyapti. Dalshi ham olib ketamiz nasib bo'lsa. Xurshid va Akmal tandir go'shtdan fast food qilishmoqchimi? Tushunishimiz bo'yicha Akmal va Xurshid 10 million evaziga restoranga tandir go'sht va g'oyalarni sotishmoqchi. Qiziq o'ylashgan, lekin buning uchun hamma restoranlar ham tayyormi degan savol bor. Unga yaqin milliy taomlarga bordim. Borib turib, menda bitta ideya bor. Men o'z Qashqadaryodanman. Tandir go'shini shunaqa qilib, gamburger qilib chiqaraylik. Bu biz orqali namoyish etiladi. Naqaga, hech kim qilmagan ish. Deganimizda qancha so'raysan deyishdi. Men aytdim, 10 million so'm so'rayman. Tandir go'shi o'zimizdan. Biz xalqqa shuni ko'rsatmoqchimizki, ham ideya bilan, ham kuch mehnati bilan qilinadigan ish bu qimmatroq turadi. Men bu shartdaman, ne tolki keyingi shartlarimda ham shunaqa ideyalar bilan jang qilmoqchiman, to'g'risi. Faqat qo'l kuchi bilan mehnatimizni ko'rsatdik 5 ta shartda. Bundan buyog'i ideyalar, g'oyalar uchun pul olamiz. Chunki bor, ko'p bunaqa odamlar bor. Miyasida ko'p g'oyalari bor, ideyalari bor. Shuni kelib taklif berishsin, uyalishmasin. Meniki bu 15-mi, 16-mi milliy taomlar. Men 14 ta 15 ta joyga kirdim. Yo'q, bizga kerak emas. Biz bunga ideyani olib keldik. Mana tandir go'shti pashti tekin. Bizga ideyamizga pul berishsin. Biz shuni ko'rsatib bera oldik. Mana xohlasanglar, mana ko'rsatib beramiz. Mana biz tayyorlagan ideya asosida tandir go'shti, ilohim qator bo'lib ketsin ochratlari, dalnish ishlayman desalar, biz tayyormiz. Oddiy bir 30-35 mingga tandir go'shidan hotdog yeyish, bu Qashqadaryoga borib tandir yeb kelishday gapdi. Lekin baribir hamma narsani ketida harakatni, ketida sani orzularing yashirin deyshadi-yu, xuddi shu narsada. Men xohlab qolardim bizani qo'llab-quvvatlashingizlarni. Bu bosqichda ishtirokchilar yaxshi harakat qilishdi. Bu qism insonlarga ko'pgina g'oyalar ulasha oldi desak ham bo'ladi. Hamma o'z bilim va ko'nikmalarini, tajribalarini ishga solgan holda pul ishlashdi. Soat so'nggi soniyalarni sanamoqda. Ishtirokchilar ishlarini yakunlab, studiyaga kelyapti. Biz hali bilmaymiz, kerakli pullar to'plandimi, kim loyihada qoladi, kim ishtirokini yakunlaydi. Barchasiga tez fursatlarda oydinlik kiritamiz.
Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan sevindim. Biz yana bir bor muhim bosqichga yetib keldik. Sizlardan endi atiga 6 juftlik qoldi. O'zaro raqobat kuchayib bormoqda. Hatto bir-biringizga tosh otishni boshladingiz. His-tuyg'ularingiz qaynab, ishonmaslik, tortishuvlar ko'payib bormoqda. Xo'sh, Oxun aka, sizni nima bezovta qilyapti? Boshidan beri realni har kuni misol ishlab halol qo'shib qo'yganimiz yo'q. Oldimizda ishlab olib kelyapmiz. Shu kungacha bir so'm oldimizda qo'shganimiz yo'q. Ichimizda bor qo'shib qo'ygan. Misol haqiqatda bor, men bilaman. Yo, kim ayting? Chunki u bizneslari men bitta narsani men o'zi bozorda men bitta Xo'p, eshitib turinglar. Men o'zim bozorda katta bo'lganman. Nimadan nech pul qoladi, nima qayerda qanaqa ketadi, hammasini yaxshi bilaman-da. Shovda nomi bozorchilik qilish emas, biznes ideya deyilgan. Siz qanaqa qilyapsiz? Biznes ideya bor. Biznes treyning bu. Bozorchilik qilish kerak emas bu. Tushunmayapsiz. Baribir shuni sotyapsizmi? Hop, siz bozorda sotsangiz, siz ham bozorda sotyapsiz. Yo'q, tushunmayapsiz. Xo'p, bu yerda sizlar boya sotsa ham bo'ladi-ku. Xo'p, sizlarki ma'qul. Yo'q, to'xtab turing. Endi ana savolga javob bering. Shundan aytib turing. Borda-chi? Yo'q, unaqa emas. Hamma rozi aytishingizga, hamma rozi bo'lyapti. Aytavering, kim? Yo'q, masalan Murod aka siz nima sotdingiz o'tgan safar? Men birinchi sotgan narsamizni turetskiy vibe qilib, paxlava sotdik. Pulni to'liq oqlamaganimizdan keyin limonad sotdik. Endi limonaddan keyin undan pul qo'yilmaydi-yu. Biz eksport limonad sotdik. Ya'ni Turkiyadan, chet eldan keladi. Qayerga sotdingiz? Hech pul bu yerda faqat sotish bo'lmadi. Men shaxsan o'zim choyxona, restoranlarga borib, ularning mahsulotini o'tkazib berdim. Xolodilniklarni ular o'zlari sotib olishdi. Biza qo'yib, mahsulot to'ldirib berdik. Birinchi pulini menga berishga rozi bo'lishdi ular. Kiyim sotdinglar, o'sha kiyim nechta sotdinglar? Men kofta sot, bizga kiyimga ruxsat bermadi. Hop, kofta nechta sotildi? 2 ta kofta olishim tugadi, ikkinchisi 150 kofta. 350 ta kofta. Nech puldan oldingiz? 20 mingdan oldim, bittasi 25 ming, bittasi 35 mingdan oldim. Hop, nech puldan sotdingiz? 45 ming, bittasi 70 minglik futbolka sotdi, 35 ming olgan 70 ming sotdi. 20 ming olgan 45 ming sotdi. Shoislom, bunga hozir to'xtalib o'tamiz, hali sizlarga to'xtalib o'tamiz. Hozir professor sizdan so'ramoqchiman. Shundan shubha qilishayotgan bo'lishi mumkin. Qarang. Har doim har xil narsani sotamiz, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. U siz menga aytganday kalosh boshqa narsa, tapchka boshqa narsa, bunday boshqa narsa, bu bashi boshqa aytganingiz bu. Masalan, qo'y go'shti bilan mol go'shtini ham bir xil demaysiz, to'g'rimi? Bu yerda klubnika bilan finiki bo'lyapti. Qanday bir narsa shirinlik bo'lishi mumkin? Baribir u ham oshqozonga tushyaptimi agar joyi. Iltimos erkak kishi bilan gaplashaman. Men sendek gapiraman, qarang. Vijdonam halol mehnatni rostdan realni olib kelish xohlayman. Ichida masalan mana shu turibmiz, vijdonan, aka. Tomoshabinlarga bitta so'zimiz, o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib turibsizlar, kim qanday ishtirok etyapti. Doim haqiqat yutishini tarafdoriman men shu kungacha. Haqiqat yutsin. Halol mehnat qilgan, ishlagan odam yutsin. Shunga qarab, o'zlaring bilib bizga ovoz beraveringlar. Shunaqa. Raqib jamoalar ko'rib, ularni qilayotgan ishlarini ko'rib, o'zi shulardan kelib chiqib, menda imkoniyat ko'pligini men o'zim qiyoslayapman. Baribir qiyoslaysiz-ku, o'zingizdan kelib chiqib qiyoslaysiz. Yutish ehtimolimiz ko'proq. Meni ham sizlarga savolim bor. Eshitaman. Qanchada somsalarni sotdingiz? Qaranglar, mana 7,5 ming so'mdan somsani sotib oldik. Qancha vaqtda sotib yordinglar? 2 kunda sotdik. 2 kunda. 2 kunda deysiz-ku bu kech bo'yi. Amanni ro'ma. 3 kun deyapsiz. 2 kunda. 2 kunda o'sha 10 million so'qoq somsa. Eshitib turinglar mana, konkretni hisob-kitob qiling. Hisob-kitob qiling. 7 mingdan somsani sotib oldinglar, to'g'rimi? Hop, to'g'ri. 13.800 danmi necha? Yo'q, qarang, biz 7,5 ming so'mdan somsani sotib olamiz, 15-13 mingdan sotib olamiz, 15 mingdan sotib olamiz. Kimdir qimmatli qilyapti, biz unga skidka qilib beramiz. 5 ta 6 ta oladigan bo'lsa, arzonroq qilib beramiz. Somsachidan so'radik, biza aytdi bizga, "Men senga 20 ta 30 ta bonus qilib berdim" dedi. Shunda общий hisob-kitob qilganda biz 750 tasi, 780 ta somsa sotib oldik va uni 15 ming, 13 mingdan sotdik.
hisob kitob qilinglar. Konkurentni ochsanglar, 7,5 mingdan olib 15 mingdan sotib, 7,5 ming foyda qilyapti yoki 5,5 mingdan foyda qilyapti. Nechta sotdinglar? 750 ta, 780 ta. Точно soni esimda yo'q. Chunki bizga bonus qilib ko'proq qilib berishdi. Ko'p olganimiz uchun bizga как bonus qilib 15 ta 20 ta qo'shib berishdi. Uzliga ham bilmaydi, chunki ularga men davay tezlash deb unani ham tezlashtirdim. Ko'chaga chiqib sotsanglar, operatorlardan so'rasanglar, Shirin bozor degan joy bor, mahallamda. Borib kamerani ochsanglar, kameraning tagida 2 kun turganmiz, sotilgan. Operatorlar bilan birga 2 soat 3 tasini sotdinglar. Luboydan so'rab olsanglar bo'ladi. Asqar aka, Qobil aka, mana sizlarning kafeinglar bor. Sizlarni o'zinglarni ko'zinglar yetadimi? 800 ta somsa, ko'k somsa, qarang. Men nimaga shubhalanyapman uka? 7000 ga ko'k somsa shaxsan men sotib olaman. Sizlarni ko'zinglar yetyaptimi? Xo'p, sizga savol, 12 mingdan go'shtli somsa turganda 15 ming so'mga olasizmi? Xuddi shunaqa savol har ikkinchi odam mana shunaqa savol beryapti. To'xtanglar. Men savolimni berib bo'ladi. Bular bu narsaning ichida o'shaning uchun bular bilan maslahatlashyapmiz. Bemalol. Rahmat. Ana kalkulyatsiyasini aytib bering. Hozirgi kunda bizni kafeda sotilayotgan oddiy go'shtli somsa 13 ming so'm turadi. Shahri Sabzdan olib kelingan Shahri Sabz somsamiz oddiy 13 ming so'm. Nima 13 ming nimani hisobiga? O'sha себестоимостьga yo'q, sotilishi. Себестоимостьda o'zini narxi 10 ming deylik. 10 mingga yetib bormaydi. Yetib bormaydi. Sizlar ustiga ozgincha narx qo'yib, sotib oshpazni ham puli chiqadi. Bu себестоимость расходы faqat piyoz, go'sht, mayda-chuylar rasxodi elektr rasxodi где-то 8 ming, 7,5 ming so'm atrofiga yetib boradi. Somsa 7 mingga sotilsa, o'sha ustida bor. Себестоимость ustida yana qo'shilgan pul, to'g'rimi? Endi u yoqqa 300% qo'shilmaydi-ku. Yo'q, iloji yo'q. Simbolik ko'k somsaga. Simbolik ko'k somsa. O'shanga men shubhalanganim mashindan 15 mingga somsa sotish, mayli 1 soatga, u 1 soatda 60 daqiqa bor. Har daqiqa sotish kerak-da. Odam kelib bittadan olgan taqdirda ham 60 ta sotiladi. Va talashib olishsak, Bobur aka, qaranglar, mayli, telefon olish kerak-da, uning uchun. Bittalar gapiringlar. Bobur aka, Hamnaqa narsa bo'ldi. Bizani o'zimizda mana professorlar bilan biz ko'rishib qoldik. Ishqurum bo'lsa ham, syomchilik gruppa yo'q edi. Kirganimda aka 13 ming kassasi bo'layotgan, men olayotgan napitkani 50 mingdan sotgan joyim bo'ldi. Men tanigan odamlarga napitka bilan somsani solishtirmang, chunki summa katta-da. Albatta. Shuning uchun mana misol uchun 10 millionni 2 kunda topyapti. Bo'lmasa men kasbimni tashlab suqoq somsa sotaydi. Biznes ideyalar bor, 1 soatda topadi. 1 soatda top. Shunaqa ideyalar bormi? Shunchaki gapingizga ishonib qololmayman-da, shuning uchun sizlardan isbot so'rayman. Ishoning, menga sotgan odam, o'sha men somsa sotgan odam, "Aka, men siz bilan barterda ishlayman, menga har kuni shuncha partiya oldingda soting" deyapti menga. Men aytdim, "Aka, o'sha soqoqdagi odam bilan gaplashdim-da, mana shunaqa savdoda qatnashyapman, mana shunaqa narx qilib ber" dedim. "Aka, optim olayotganligi uchun men sizga arzonroq beraman" deyapman. 300 ta birinchi partiya 300 ta olma. 2 soatdan keyin telefon qilaman. "Aka, bo'ldi, sotib bo'ldi, ertaga ham 400 ta kerak" deyapman. "Bo'ldi, ukam, gap yo'q" deyapti menga. "Sotib bo'ldingmi" deyapti. 2 soatdan keyin aytayapman. "Ha, aka, sotib bo'ldim" deyapti. "Bo'ldi, gap yo'q" deyapti. Menga aytayapti. "Ukam, men senga har kuni jo'nataman, Toshkentda sen sotgan, xohlagan bundan ham arzonroq narx qilib beraman" deyapti. O'zi hayron qolib sotgan odamni. 2 soatda 300 ta partiyasi nomsa sotilib ketdi. Yana bitta eksperiment o'tkazamiz. Sizga kelsak, bitta joyda turib, bular men 2 kunda 10 minglik suv sotasizlarmi? 10 millionlik. Kafelar. Sotilmaydi. 2 kunda 10 million suv sotish qiyin. Suvchilar ham hayratda. Turetskiy vibe qilib videolari, hamma narsasi bor. Birinchi biznes rejangiz bu Turetskiy paxlava sotdik, choy bilan, bardak choy bilan. O'tdan 2 million 700 nech pulandir ishladik. Chunki bizning rasxodimizga o'sha Turetskiy vibe qilishimizga kirib ketib qoldi. O'tdan 2 million 700 ming ishlaganimizdan keyin men o'sha chet eldan eksport bo'ladigan firmaga bordim, ya'ni Turkiyadan va Rossiyadan polniy suvlar olib kelishadi ular, brendoviy suvlar. Biz sizlarni rostgo'yliginglarni tekshiryapmiz. Shundan haqiqatdan ishlab topyapsizlarmi bu pulni yo'qmi? Chunki aldaganinglarda nafaqat meni, sizlarni tomosha qilayotgan tomoshabinni ham aldayotgan bo'lasizlar-da. O'shaning uchun isbotlayotganinglarda yaxshilab, o'ylab javobinglarni beringlar. Kelishdikmi? Eng adolatli hakam bu baribir tomoshabinlar. Tomoshabin bo'ladi. Tomoshabinlar sizlar uchun ovoz beradi.
unutmang, tomoshabinlar Anor Bank mobil ilova orqali ovoz berishda davom etishyapti. Tomoshabinlar ovoz bergan g'olib jamoaga Anor Bank tomonidan 100 million so'm mukofot topshiriladi. Hatto ishtirokchilar shouni tark etgan holda ham. Agar ular tomoshabinlar qalbini zabt etgan bo'lsa, ushbu mukofot sohiblari bo'lishi mumkin. Endi natijaga o'tsak. Sizlarga 8 kun berilgan. 5 millionni 2 karra, ya'ni 10 million qilishga. Doimgidek chempion, hali ham birinchi professor va Karina 10 million 696 ming so'm ishlab topishdi. Tabriklayman. Oxun va Shahnoza, sizlar ikkinchi o'rindasiz. 10 million 245 ming so'm daromad topdinglar. Akmal aka, Xurshid aka, 10 million 160 ming so'm topdinglar. Tabriklayman. 10 million 147 ming so'm pulni Murod va Gulhayo ishlab turibdi. Tabriklayman. Abbos va Shoislom 10 million 14 ming 500 so'm pul topishdi. 500 so'm ham bor edi. Tanga berishdi. Javob tanga berishdi. Ikkita berdim men. 500 so'mga chidab bo'lmaydi, to'g'ri. Tanga berishdi. Yaxshi. Umuman 500 so'm shubha uyatgani yo'q. Doimgidek tep-tekis narx 10 million so'm Asqar va Qobil akalar. Tabriklayman. Velosiped nihoyat sotilibdi. Bankda qanday bo'lsa, xuddi shunday chiqdi. Tabriklayman. Juda ko'p savollar bor lekin bularga. Kelasi hafta kim kapital, vaqt va jamoaviy strategiya bilan bog'liq haqiqiy sinovga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Hozircha esa his-tuyg'ularni nazoratda ushlaymiz va haqiqiy raqobat qanday toblanib borayotganligini kuzatamiz. Kelasi hafta ko'rishguncha xayr, hammaga omad.